Assalomu alaykum. Siz moliyaviy salomatmisiz? Savolimizdan biroz hayratga tushayotgan bo'lsangiz kerak. Jismoniy sog'lik haqida eshitganman-u, ammo moliyaviy salomatlik haqida bilmas ekanman deysizmi? Unda ekran qarshisiga yaqinroq keling. Iqtisodiy tanaffus loyihamizning bu galgi sonida sizga shu haqida ma'lumot beramiz. Aslini olib qaraganda, moliyaviy salomatlik bu moliyaviy ehtiyojlarni qondira olishda hamda favqulodda moliyaviy holatlarga tayyorlik darajasini o'lchaydi. Masalan, siz favqulodda xarajatlar yuzaga kelganda yoki doimiy ishingizni yo'qotgan taqdiringizda moliyaviy ehtiyojlaringizni qancha vaqt mobaynida qoplay olasiz yoki har yili dam olishga bora olasizmi? Hozir sizga moliyaviy sog'lom hayot tarzining ba'zi komponentlarini keltirib o'tamiz. Birinchi, moliyaviy salomatligi mustahkam insonlar moliyaviy barqarorlikka ega bo'lishadi. Ya'ni ular oldindan o'z moliyaviy xavfsizlik yostiqchasini shakllantirib qo'yib, muntazam ravishda oilaviy byudjet yuritib borishadi. Shu bilan birga, ular kreditlari va boshqa majburiyatlariga mas'uliyat bilan yondashishadi. Ijobiy kredit tarixi kerak vaqtda qulay shartlar va foizlar asosida qarz mablag'larini olish imkonini beradi. Uchinchidan, qarz hisobiga iste'molni nazorat qilish ham juda muhim hisoblanadi. Yangi televizor, gadjetlar va boshqa buyumlarni kredit asosida olaverish oson. Biroq imkoniyatdan tashqari darajada qarzlar olish hayot tarzi inflyatsiyasi belgisi hisoblanadi va qarzlarni to'lashning oshib boruvchi spiraliga olib kelishi va butun daromadingiz qarz qoplanishiga sarflanishi mumkin. To'rtinchidan, inson o'zida jamg'arish odatini shakllantirishi muhim ahamiyatga ega. Bu sizga o'zingizni moliyaviy himoyalangan his etishingizga yordam beradi va moliyaviy salomatlikka erishishga undaydi. Zero siz o'z daromadingizning ma'lum qismini doimiy ravishda jamg'arib borayotganingizni va moliyaviy xavfsizlik yostiqchangiz shakllanayotganligini bilasiz. Beshinchidan, moliyaviy ahvoli barqaror bo'lgan uy xo'jaliklari favqulodda jamg'armalar hamda muhim moliyaviy maqsadlar uchun uzoq muddatli jamg'armalarga ega bo'lishadi. Agar siz doimiy ish joyiga ega bo'lsangiz, favqulodda holatlar uchun jamg'armalaringiz xarajatlaringizni eng kamida 3 oydan 6 oygacha bo'lgan hajmini qoplay olishi lozim. O'z-o'zini band qiluvchilar va vaqtinchalik shartnoma asosida faoliyat yurituvchilar esa 6 oydan 12 oygacha bo'lgan hajmni qoplovchi jamg'arma shakllantirishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. 6-dan, sug'urta. Bu kutilmagan moliyaviy holatlar uchun zaxira rejasi. Yaxshi sug'urta xizmatlarisiz katta tibbiy xarajatlar, avtomobil to'qnashuvlari, yong'in va shunga o'xshash holatlar ko'plab oilalarni xonavayron qilgan bo'lar edi. Sug'urta kompaniyalari odatda sog'liqni sug'urtalash, avtomobil, uy-joy va hayot sug'urtasi xizmatlarini taklif etishadi. Agarda siz o'zingizni moliyaviy noaniqlik holatlarini yengib o'ta olaman hamda moliyaviy maqsadlarimga erishish yo'lidaman deb hisoblasangiz, siz moliyaviy sog'lom insonsiz. Agarda moliyaviy bosim sizni qiyin ahvolga solayotgan bo'lsa va siz moliyaviy isitmani his etsangiz, asoratlarni tuzatishga ko'proq pul topish yo'llarini qidirishga shoshilmang. Balki buning sababi mablag' yetishmayotganligida emas, balki yuqorida keltirib o'tilgan komponentlardan birida bo'lishi mumkin. Masalan, noto'g'ri olib borilayotgan byudjet, rejalashtirilmagan qarzlar, sug'urta mavjud emasligi va hokazo. To'g'ri olib boriladigan byudjet, jamg'arish odati qarzlarga mas'uliyat bilan yondashish va daromadni oshirishga, xususan passiv daromad manbai shakllantirishga intilish moliyaviy salomatligingizni yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi.